Assalomu alaykum, advokat Qo'chqorov. Obunachilarimiz tomonidan meros masalalari bo'yicha savollar kelib tushmoqda. Meros tarkibiga o'zi nimalar kiradi? Shu haqida tushuntirish bersangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qonunchiligimiz bo'yicha meros ochilgan paytda meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan, uning o'limidan keyin ham bekor bo'lmaydigan barcha huquq majburiyatlar meros tarkibiga kiradi. Meros qoldiruvchining shaxsi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan huquq va majburiyatlar, ya'ni yuridik shaxs hisoblangan tijorat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarga a'zolik, ulardagi ishtirok etish huquqlari, hayoti yoki sog'ligiga yetkazgan zarar uchun tovon undirish huquqi, aliment majburiyatlari tufayli yuzaga keladigan huquq va majburiyatlar, shuningdek mehnat va ijtimoiy ta'minot to'g'risidagi qonun hujjatlari asosida pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlar olish huquqi meros tarkibiga kiradi. Agarda sizda meros masala yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan yoki qiynayotgan savollar bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilishlaringiz mumkin.